بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم hurmatli jamoatimiz. İnşallah bugün Allah Taola'nın büyük Kur'an-ı Kerim'den suralardan biri bo'lmuş Nasr surasi haqida suhbatlashamiz. Nasr surasi shunday suraki nusratning, ya'ni Alloh taolo tarafidan bandalarga berilgan xush xabarning eng buyugini o'zini ichiga olgan sura. Shu bilan birgalikda butun dunyoni mahzun qiladigan eng og'ir judolik, mahzunlikni ham o'zida jamlagan sura. O'zi qisqagina 3 oyat bo'lishiga qaramasdan butun olam xush xabari-yu butun olam mahzunligini o'z ichida jamlagan bir buyuk sura ekan. Nasr surasining bir qancha nomlari bor. Shulardan biri xush xabar surasi. Xush xabar, ya'ni Makkaning musulmonlar tarafidan, Payg'ambar alayhisalom tarafidan fath qilinishi, mushriklarning yiqilishi degan ma'noda xush xabar ma'nosi ham bor. Va yana bir ma'nosi biz biladigan mushaf shariflarda yozilgan nasr, nusrat ma'nosi. Alloh taolo tomonidan bandalarga berilgan yordam degan ma'noda nusrat, nasr ma'nosi bor. Yana bir ma'nosi vidolashuv degan ma'nosi ham bor. Ya'ni mana shu vidolashuv degan nomi Payg'ambarimiz alayhisolamning ketishlariga ishora edi. Zero har bir narsa o'zining vazifasini tamomiga yetkazganida albatta uning ishi tugaydi, bajariladi. Mana shu yerdagi Alloh taolo oyatdagi nusrat ma'nosini mufassir olimlar hammasi bir ovozdan Makka fathi deb tafsir qilishgan. Chunki bu yerda Makkaning fath bo'lishi degan narsaning o'zi yo'q oyatda. Ammo olimlar bir ovozdan mufassir olimlar nima dedilar? Demak, Makka fathi deb aytdilar. Oyatning boshida a'uzu billahi minash shaytonir rojim iza jaa nasrullohi wal fath, ya'ni sizga Allohning nusrati va fathi yetsa. Qarang, bu Qur'onning mo'jizaligi, Payg'ambarimiz alayhisolamning payg'ambarlik mo'jizalaridan biri hisoblanadi. Hali Makka fath bo'lgani yo'q. Hali mushriklarining qo'lida bir ahvolda. Mushriklar ularga xohlagan ohangida muomala qilib turibdi. Musulmonlar bir chetlarda qochib yurishdi, qiynalib turishdi, och qolyapti. Musulmonlarga birov qizini bermayapti, musulmonlarning qizini birov kelin qilmayapti. Mana shu holatda bu sura nozil bo'ldi. Demak, umid bag'ishlovchi nusrat degani shu. Sizga Alloh taolo tomonidan demak nusrat kelganda. Nusrat kelishi, yorug' kunlar kelishiga eng katta xush xabarlardan biri edi. Va yana qo'shimchasiga Alloh taolo albatta bandalarni kayfiyatiga qarab, ya'ni bandalar tushunadigan tilda ikkinchi oyatlar nozil qildiki, va ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Va ko'rasizki, bu Allohning diniga jamoa bo'lib, to'p bo'lib odamlarni dinga kirayotganini ko'rasiz dedi. Qarang, shu xabar. Islom avvalda necha kishidan boshlangandi? Bir kishidan. Payg'ambar alayhisolamdan boshlangandi. Demak, hali siz tirikligingizda ey Muhammad, ko'zingiz bilan ko'rasizki, insonlar to'p jamoa bo'lib Allohning diniga kiradilar. Bu yana bir xush xabar edi. Zero Makka fath qilingandan keyin mana kechagi suhbatimizda Masad surasida ko'rdikki, hatto Abu Lahabning ham ikkita o'g'li islomni qabul qildi-ku Makka fathidan keyin, to'g'rimi? Demak, Makka fathidan keyin juda ham ko'p arab qabilalari va boshqa arab bo'lmagan atrofdagi bir qancha jamoalar islom dinini jamoat bo'lib ochiq, oydin, oshkora holatda qabul qildilar. Mana shunga ham, ya'ni kim musulmonlarga bu tasalli ediki, xafa bo'lmanglar. Hal nusrat keladi. Sizlar Xudoning yo'ldasizlarmi? Qo'rqmanglar. Hal nusrat keladi. Mana shu nusrat kelganda ko'zlaring quvonib ko'rasizlarki, insonlar jamoat bo'lib
islom diniga kiradilar. Hozir bir dona insonni musulmon bo'lish qanday qiyin bo'lib turgan bo'lsa, xavotir olmanglar. Hali jamoa bo'lib kiradigan xush xabarlar berildi. Bu ham Payg'ambarimiz alayhisolamga ham ummatlarga ham tasalli, ham xush xabar, ham ko'ngillarni xotirjam qiladigan xabarlar bo'ldi. Shu bilan birgalikda Alloh taolo minnat qilish degan narsa Alloh taologa xos. Insonni minnat qilishi salbiy narsa. Men senga falon narsani berganman deyish bu juda ham xunuk salbiy narsa. Chunki hech kimning qo'lidagi narsa o'ziniki emas, u faqat Allohniki. Vaqtincha 50, 60, 70, 100 yil bizni qo'limizda ishlatish uchun berib turilgan ijara narsasi xolos. Shuning uchun narsaning haqiqiy egasigina minnat qilishi mumkin. Alloh taolo. Alloh taolo so'nggi oyatda nima deydi? Fasabbih bihamdi robbik. Robbingizni poklang, Robbingizga hamd ayting. Ya'ni bu yerda mana ko'rdingiz, tirikligingizda sizlarga musulmonlarga nusrat berildi. Makka fath bo'ldi, islom olami kengaydi. Ko'plab insonlar jamoat bo'lib islomga kirdilar. Shuning evaziga endi Robbingizga hamd ayting. Endi Robbingizni poklang. Mufassir olimlar sharhlashda ko'nglingizda nima talab qilsa hammasini so'rang. Allohdan mag'firatini so'rang. Yana nusratini so'rang, jannatini so'rang, azoblardan panoh so'rang deb aytgan ekanlar. Demak, Alloh taolo bizga bir ne'mat bersa, unga shukr qilishimiz, o'sha ne'matni ortidan Alloh taologa istig'for aytishimiz, tavba qilishimiz kerak bo'lar ekan. Bu mana shu oyatning dalillari bilan ko'rinib turibdi inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu sura nozil bo'lganda eng suyukli ayollardan biri Oysha onamizni huzurlariga kirib aytgan ekanlarki, men bu surada bir narsani ko'ryapman. U ham bo'lsa meni ajalim bitgan ekanlar. Mana shu sura nozil bo'ldiki, bo'ldi endi meni demak muddatim tugabdi. Men mana shuni bildim degan ekanlar Oysha onamiz kirib. Mana shu gaplardan ham balki bu surani biz xayrlashuv, vidolashuv surasi ham deb nomlayapmiz. Ko'plab olimlarning aytishlaricha, mufassir olimlarning, tarixchi olimlarning fikrlariga ko'ra, Nasr surasi nozil bo'lgandan keyin taxminiy 80 kun atrofida Payg'ambar alayhisolom yashaganlar va 80 kundan keyin Alloh taolo huzuriga o'tganlar Payg'ambar alayhisolom. Mana shu oyatning Nasr surasining bu vidolashuv ma'nosida ekanligini juda ham kam sahobalar tushungan. Ulardan xossatan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Bu sura nozil bo'lganda hamma xursand bo'ldi. Birorta sahoba qilmadi xursand bo'lmagan. Bizga musat kelar ekan yaqin kunda. Hamma musulmon bo'lar ekan, ko'zlari quvondi. Haqiqatan quvonchdan payg'ambar alayhisolom Alloh taolaga tasbih aytdi, tahlil aytdi, pokladi zotni. Ammo bitta Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dod deb yig'ladilar. Nima uchun yig'layapsiz? Abu Bakr deb so'rashdi. Shunda u kishi aytdilarki, har bir narsani muddati yetganda ketadi. Bu nusrat payg'ambar alayhisolom insonlarni islomga targ'ib qilish uchun kelgandilar. Demak, targ'ibot ishlari yakunlanyapti ekan. Endi payg'ambar alayhisolom muddat bityapti ekan, endi o'zini Robbisining huzuriga qaytar ekan deb yig'layapman degan ekan. Haqiqatan ko'plab mana shundan keyin bir qancha sahobalar tushungan ekanlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu vafotlaridan keyin Umar radhiyallohu anhu xalifalikni boshqarganlarida Umar radhiyallohu anhu ko'p ishlarda atrofdagi katta sahobalar bilan, ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom bilan birga yelkadosh bo'lib xizmat qilgan, birga u kishining yonida xizmat qilgan katta yoshlar, ulug' sahobalar bilan har bir ishda maslahat qilar edilar o'tirib. Umar radhiyallohu anhu bir masalada suhbatdosh bo'laman deb Badr jangida qatnashgan buyuk sahobalarni chaqirishdi, huzurlarga chaqirdilar. Shunda ularning ichiga Ibn Abbos radhiyallohu anhu qo'shib chaqirdi. O'sha vaqtda Ibn Abbos radhiyallohu anhu, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolamning amakilari Abbos radhiyallohu anhu o'g'illari. Bilamiz, Abbos radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolamning yoshlari kichikroq bo'lgan. Amakilari bo'lsa ham kichikroq bo'lgan. Shuning uchun ham Ibn Abbos radhiyallohu anhu yosh yigit bo'lganlar. Jamoatga qarasa, Umar roziyallohu anhu huzurida katta olimlar, sahobalar o'tiribdi-ku, bitta yosh yigit o'tiribdi, u ham Ibn Abbos roziyallohu anhu. Shunda ayrim sahobalar e'tiroz bildirishga, Umar, bu yosh bola nima qiladi biz ichimizda?
Biz Badr janglarida ko'rgan katta ishlarni qilgan buyuk insonlar bo'lsak, yosh yigitga oramizda nima bor degan ohangda savol berishganda, Umar roziyallohu anhuning donoligini qarang. Umar roziyallohu anhu aytdilarki, "Xo'p, shunday bo'lsa sizlarga o'rtaga bir savol tashlaymiz. Nasr surasi nima uchun nozil bo'ldi va bundan nima xulosalar olamiz?" dedilar. Hamma sahobalar, yosh katta sahobalar, maşallah bu juda ham ulkan xushxabar oyatlari, islom olami kengayishiga ishora bo'ldi, Makka fath bo'lishiga ishora bo'ldi, shu bilan birga ne'matlarga shukr qilish, istig'for aytishlarga ishora bo'ldi. Boshqa ma'no yo'qmi? Boshqa ma'no yo'q. Ibn Abbos sen nima deysan? Ibn Abbos roziyallohu anhu o'ylanib turdilarda, bularning gapida ham jon bor dedilar. Lekin biroq buning asl ma'nosi Payg'ambarimiz alayhisolamning ajallari yetgani, muddatlari bitganini bildiradi dedilar. Shunda Umar roziyallohu anhu aytdilarki, yoshi kichik bo'lsa ham aqli, ilmi sizlarnikidan ziyoda dedilar. Shundan keyin sahobalar Ibn Abbos roziyallohu anhuni jamoatlariga, buyuk sahobalarning qatoriga ham maslahat qilib qo'shib yubordilar. Yana bir rivoyatda Anas radhiyallohu ta'ala anhu aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhisolamning haqlarida Madinaga shunday bir nur keldiki, bu dunyoni yoritadigan buyuk bir nur keldiki, o'sha kuni nur kelgan kuni hamma xursand bo'ldi. Madina ahli juda ham qattiq xursand bo'ldi. Bunaqa xursandchilik endi qiyomatgacha bo'lmaydi. Bu qaysi kun? Payg'ambarimiz alayhisolam Madinaga hijrat qilgan ilk kunlari edi. Madinaga kirib kelishida yuqori kayfiyatda kutib olishgan madinaliklar. Va yana aytdilarki, Madina bir zulmatga cho'mdi. Bunaqa zulmat qiyomatda ham bo'lmaydi. Bu qanday zulmat esa? Payg'ambarimiz alayhisolam dunyodan o'tgan, bizni tark etgan kunlari dedilar. Anas roziyallohu anhu. Alloh taolo barchamizni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam munosib ummat bo'lishimizni, u zotni biz uchun qilgan duolarni ijobat qilishini va bizni ham u zotni shafaatlaridan bahramand bo'lishimizni o'zi nasib aylasin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Amin ya Rabbi. Bu qilingan masalalarga barchamizni amal qilishimizni o'zing nasib aylagin. Barchamiz doimo bergan ne'matlaringga shukr qiladigan, doimo o'zingdan mag'firat so'raydigan bandalaringdan bo'lishimizni o'zing nasib aylagin. Sahobalarga, Payg'ambarimiz alayhisolamning barchasiga munosib izdosh bo'lishimizni, munosib ummat bo'lishimizni o'zing nasib aylagin. Biz tomonimizdan o'tganlarni barchalarini o'zing rahmatingga olgin. Bizda ortimizda qoladiganlar, qiyomat kuniga qadar keladiganlarni ahli solih, ahli taqvolardan bo'lishini o'zing nasib aylagin. Barchamizga o'zing ikki dunyo saodatini bergin. Dunyoda sharmanda qilmaganing kabi oxiratda ham sharmandalikdan o'zing saqlagin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.